Xo'sh, boshladik. Salom hammaga. Bu video tradingni tushunadigan, hech bo'lmasa ozroq ma'lumoti bor odamlar uchun, tradingni endi boshlayotganlar uchun emas. Xo'sh, tradingda bozorni qanday analiz qilish kerak? Aslida bu hech qanday strategiya emas, bu hech qanday balki Singapurlik ustozlarning gapi yo qanaqadir maxfiy algoritm emas. Shunchaki bor narsa birja paydo bo'lgandan beri o'zgarmay kelayotgan ma'lumot. Xo'sh, birinchi o'rinda bozor nega tepaga va pastga yurishi haqida gaplashsak, bozor tepaga yurishining asosiy sababi pul oqimi, pul massasi. Ayiq va buqalar deyiladi. Endi bunaqa gapirmasdan o'zimiz oddiy tilda aytaman. Sotib oluvchilar sotuvchilardan kuchli bo'lsa, bozor tepaga ketadi. Bu degani bay oluvchilar sel oluvchilardan ko'p. Endi ko'p emas. Misol bay oluvchilarning olgan bayining pulini massasi sel oluvchilarning pulini massasidan ko'p bo'lsa, bozor tepaga ketadi. Bir kishi $1 olsa, ikki kishi $1dan $2 sel olsa, bir kishi o'zi $10 bay olsa, bu degani bozor $8 pul bilan, ko'proq pul bilan tepaga yuradi. Xo'sh, endi sel shuni teskarisi bo'ladi. Sel oluvchilarning pul massasi bay oluvchilarning pul massasidan ko'p bo'lsa, bozor pastga selga harakatlanadi. Xo'sh, keyingisi, bozorda nega mana bunaqa harakatlar bo'ladi? Bozorni aslida kimlar yurg'izadi? Bozorni aslida odamlar, oddiy odamlar, katta hedge fondlar